Nega ba'zi tikuvchilarning tikayotgan kiyimlari qomatga qolib tek turadi-yu, lekin aynan sizning tikayotgan kiyimingiz mehr bilan tiksangizda unchalik chiroyli turmayapti. O'lchamlarni olamiz, kerak bo'lsa andoza ham qilamiz yoki matoni ustida birdaniga bichamiz va primerkagacha bo'lgan jarayonlarni birpasda bajaramiz hamda mijozni chaqiramiz, ko'ylakni kiydiramiz. Ammo mijoz kiyimni kiyib ko'rganidan so'ng yana hamma narsa boshqatdan boshlanadi. Kiyimning yelkasi o'zini joyida turmayapti, qiyshayib ketgan yoki bo'lmasam mana bu oldi bo'yin omizimiz katta bo'lib turibdi yoki proymada yana zalomlar yoki yon chokini orqaga ketib qolishi yoki oldi osilishi yoki orqamizani ko'tarilib qolishi. Mana shunday xatoliklar yana takrorlanaveradi. Shunda axir men hammasini to'g'ri qilgan edim-ku, qomatdan o'lchamlar oldim, kerak bo'lsa andoza qildim degan xayollar o'tadi. Lekin baribir muammo va xato qayerda ekanligini topa olmaymiz. Agar sizda ham shunday muammolar bo'layotgan bo'lsa va qanday yechim topa olmayotgan bo'lsangiz, unda videoni oxirigacha ko'ring. Men sizlarga qanday yechim berish kerakligini o'rgataman. Videomiz sizga foydali bo'lsa, unda like bosishni unutmang. Kelinglar o'zimni qisqacha tanishtirib o'taman. Ismim Zulfiya. Ayollar kiyimini tikish bo'yicha 25 yildan beri shug'ullanib kelaman. Taniqli brendlar Lali, Liza Manner, Adore va Silhouette modalar uyida minglab kiyimlarni loyihalab o'z ish faoliyatimni olib borganman. Va oxirgi 4,5 yil davomida minglab shogirdlarga bilim va tajribalarim orqali yaxshi natijalarga erishishlarida yordam berib kelmoqdaman. Hozir esa mana shu videoda sizga ham muammoingizni yechishda yordam beraman. Bu videomizda sizlar bilan 3 xil mavzuni yoritamiz. Birinchisi andozalarning 2 xil ko'rinishini. 2 xil ko'rinish deganda nimani tushunamiz? Biz o'rganib qolganmiz, qandaydir metodika orqali andoza yasalsa-da, lekin natijasi bir xil bo'ladi. Ya'ni ko'rinishi bir xil. Lekin bugun andozaning ikkinchi xil ko'rinishi borligini ham sizlarga ko'rsatib beraman. Ikkinchisi esa hozirda eng katta muammolardan biri bo'lgan biz chizayotgan andozalar nima uchun qomatga qolib tek turmayotganini ko'rib chiqamiz. Uchinchisi esa qimmatga tikishning siri nimaga bog'liq ekanligini ko'rib chiqamiz. Hammamiz bilamiz, mijozlar har xil bo'ladi. Agar bizga kelgan mijozning qomati standart bo'lsa, unda zo'r. Agar standart bo'lmasa-chi, unda qanday yechim beramiz? Sizga klassik kiyimlar yarashmaydi yoki qomatingizni takrorlab turadigan kiyimlar unchalik yaxshi turmaydi. Aksincha, sizga koketkali ko'ylaklar yoki oversize ko'ylaklar yarashadi deb ayta olmaymiz. To'g'rimi? Aksincha, biz ularni qomatini chiroyli qilib ko'rsatadigan kiyimlar tikib berishimiz kerak bo'ladi. Ularning qomati qanday bo'lishidan qat'iy nazar, chunki ular bizga juda ham ishonishadi. Biz tikuvchilarni yana bitta umuman ahamiyat bermaydigan bitta xatoligimiz bor. Bu nima desangiz, biz ko'pincha to'lachadan kelgan qomatlarni nostandart deb ataymiz, lekin unday emas. Nafaqat to'lachadan kelgan qomatlar, balki ozg'in qomatlarda ham nostandartliklar, ya'ni qomatdagi proporsiyalar umuman bir-biriga tushmasligi mumkin. Har bir mijoz o'ziga mos qomatga ega bo'ladi, lekin bizani andozani ko'rinishi bitta. Men ham o'z ish faoliyatim davomida mana shu bitta asos andozadan nostandart qomatlarga ham, standart qomatlarga ham, to'lachadan yoki ozg'in bo'lgan qomatlarga ham mana shu andozadan foydalanib to'g'ri yechim berib kelmoqdaman. Hozir esa sizlarga mana shu natijaga qanday yetib kelganim haqida qisqacha gapirib beraman. Bundan bir necha yil avval bir to'lachadan kelgan ayolga ko'ylak tikmoqchi bo'ldim. Ulardan o'lchamlarini oldim va mana shu asos andoza yordamida ularga andoza qildim hamda primerkaga tayyorlab ularni chaqirdim. Bunday qomatlarga men avval ham mana shu asos andozadan foydalanib juda ham ko'p ko'ylaklar tikkanman, lekin bu safar nimagadir bu asos andoza qomatda yaxshi turmadi. To'g'ri, bu qomatda ko'kraklari katta edi, qorinchalari bor edi, dumbachalari bor edi, yaxshigina, lekin undan tashqari men e'tibor bermagan jihatlar ham bor ekanligini ko'ylagimga qarab turib bildim. Nima uchun? Chunki ko'ylagimda yaxshigina xato bor edi. Ya'ni oldingi primerkalardan albatta bunisi juda ham katta farq qilar edi. Shuning uchun keyin o'tirib mijozga bildirmasdan ularni qomatini yaxshilab analiz qilishga harakat qildim. Yaxshilab qaraganimdan keyin bilasizlarmi, men nimani bildim?
Ularni ko'kragi birinchidan bittasi katta, bittasi kichkinaligini, to'g'ri bunaqa narsalar juda ham ko'p bo'lgan, lekin shunga yarasha bitta ko'krak bittasi tepada, bittasi pastda edi. Undan tashqari mana bu yelkalari bittasi mana bunday, hattoki qo'llari ham shuni hisobida, bittasi uzunroq, bittasi kaltaroq edi. Ya'ni mijoz o'ng tomonga egilib qolgan edi mana bunday qilib. Lekin unga umuman hech kim ahamiyat bermaydi, chunki uni kiyim kiydirganingizda umuman bilinmaydi. Va yana bitta narsa, mijoz oldinga qarab egilib turar edilar. Uni men yonlarida aylanganidan keyin bildim. Sababini bildim. Mana shundan keyin mana bu asos andozi, mana bunday ko'rinishdagi asos andozi yaxshi ishlamayotganini bilganimdan keyin, primerkadan keyin andozamni yoyib, unga o'zgartirish kiritishga harakat qildim. Hozir men sizlarga mana shuni ko'rsatib, tushuntirib berishga harakat qilaman. Qomatdan kerakli o'lchamlarni olib bo'lganimizdan so'ng biz asos andozani loyihalashni boshlaymiz. Natijada ekraningizda ko'rinib turgan mana bunday oldi va orqa asos andozi paydo bo'ladi. Qanday metodika bo'lishidan qat'iy nazar, har birimizni loyihalagan asos konstruksiyamizda mana bunday ko'rinish paydo bo'ladi. To'g'ri, mana bu vitichkalar yelkada bo'lmasligi mumkin, yonida bo'lishi mumkin. Mana bu kurak vitichkamiz proymada emas, yelkada bo'lishi mumkin. Hammada har xil, lekin umumiy qilib olganda natija mana shu bo'ladi. Andozalarimizning mana bu oldi, mana bu orqasi hisoblanadi. Oldida ko'krak vitichkasi bilan bel vitichkasi bor. Orqada esa kurak vitichkasi bilan bel vitichkasi bor. Endi mana shu ikkita andozadan hosil bo'lgan kiyimning maketi mana bu ko'rinishda bo'ladi. Mana biz hammamiz bilamiz, mana bu asos andozalardan paydo bo'lgan kiyimning ko'rinishi, ya'ni ko'krak vitichkasi hamda bel vitichkasi oldida, orqada kurak vitichkasi va bel vitichkasi mana shu ko'rinishida loyihalanadi. To'g'ri, faqatgina mana bu ko'krakning vitichkasi tepadan tushgan bo'lishi ham mumkin, lekin u hech qachon mana bu belni vitichkasiga qo'shilib ketmaydi. Ya'ni ular alohida turadi. Endi boya aytib o'tganimdek, mana bu ko'rinishdagi asos andoza va mana bu ko'ylakning maketi hamma figuralarda ham ishlamaydi. Uning uchun mana bu asos andozalarimizga boshqacha ko'rinishni hosil qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni yana qo'shimcha vitichkalarimizni korrektirovka qilishimiz kerak bo'ladi. Andozamizga o'zgartirishlar kiritmasimizdan oldin ozgina qomat haqida gaplashamiz. Hamma qomatlarimiz ham standart emas deganim. Mana hozir sizlarga men qo'lda osongina, tezgina chizib tashladim. Ozgina endi xatoliklari bo'lsa aybga buyurmaysizlar, chunki maydalab o'tirmadim. Mana figuramizga biz oldidan qaraganimizda va yonidan qaraganimizda ko'pincha har xil ko'rinishlarni ko'rishimiz mumkin. Masalan, figuramizga agar oldidan qaragan paytimizda belga nisbatan boksamizni u darajada chiqmaganini, ya'ni qomatimizni tekisligini ko'ramiz. Va yonidan qaraydigan bo'lsak, nimani ko'ramiz? Ko'krak ko'rinib turadi, ozgina qorincha bo'lishi mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Yoki bo'lmasa mana bu orqada kurak bo'lib, mana bu dumbamiz xuddi oldindagi singari unaqa bo'rtib chiqmagan bo'lishi mumkin. Ya'ni boksamiz bilan dumbamizni shakli bir-biriga mos bo'lishi mumkin. Endi boshqa figuramizga qaraydigan bo'lsak, masalan mana bu figuramizda men endi kiyim misolida ko'rsatganman. Xo'sh, oldidan qaraydigan bo'lsak, nisbatan beliga nisbatan boksasi ozgina chiqqan, ya'ni bunaqa qomatlar juda ham ko'p va yonidan qaraydigan bo'lsak, mana yonidan ko'kragi bilinib turibdi, beli nisbatan ingichka, lekin oldiga qaraganda ozgina qorinchamiz bor va mana bu boksamiz, dumbamiz mana bu boksaga nisbatan ko'proq bo'rtib chiqqan. Bu qomatga oldidan qaraganimizda mana bu boksani u darajada bo'rtib chiqmaganini bildik biz. Bor, lekin sezilarli darajada emas. Shakl bor. Lekin yonidan qaraganimizda mana bu dumbamizni ko'rishingiz mumkin. Mana belga nisbatan qancha bo'rtib chiqqanini. Mana bu yerda biz hozir ikki xil figurani ko'ryapmiz. Endi hozir men uchinchisini ko'rsataman. Endi mana bu figuramizga e'tibor beramiz.
Faraz qilamiz, bu sal to'lachadan kelgan figura, lekin to'lachadan bo'lganda ham qomatimizda ko'krak bor, belimiz ingichkaligi ozgina bor, qorin bor, dumba bor, bo'ksa bor, hammasi bor deb faraz qilamiz. Va oldidan qaraganimizda beli bor. Bu degani belini mana bu joylarida u darajada yog' yo'q, lekin ko'kraklari bor. Mana bu joyini biz to'g'ridan qaraganda bilishimiz mumkin, lekin rasmda bilmasligimiz mumkin. Mana bu bo'ksasini ham qaranglar, bor. Yonidan chiqib turibdi. Endi yonidan qaraydigan bo'lsak, ko'kraklari yaxshigina, ko'krakning pastida kirgan joy bor, lekin shunga yarasha sekin qorin ham boshlanib kelyapti. Mana bel chizig'iga e'tibor beramiz. Qorini bor, qorinning pastida bo'shliq bor va undan tashqari mana bu orqasidan qaraganingizda, yonidan qaraganingizda orqaning shaklini ko'rishingiz mumkin. Mana bu bo'ksaga nisbatan. Endi nima uchun men qomat haqida gapirdim? Chunki boya aytib o'tganimdek, bizani mana bu ko'rinishdagi asos andozamiz nima uchun har qanday qomatlarda ishlamayotganining sababi eng birinchisi qomat bo'ladi. Qomatni yaxshilab shaklini biz ko'rib olishimiz kerak bo'ladi. Ana o'shanda biz bittadayoq qomatni takrorlab turadigan kiyimni bez defektlarsiz chiqarishimiz mumkin bo'ladi. To'g'ri, bu narsa uchun tajriba kerak, lekin tushunib olib bajarsak, mana shu xatoliklarimizni ham sekin astalik bilan yo'qotishni boshlaymiz. Kelinglar, hozir mana bu qomat misolida mana bu andozaga qanday o'zgartirish kiritilishini sizlarga ko'rsatib beraman. Yoki bo'lmasam boya aytib o'tganimdek, o'zimning misolimda bitta ayolga gapirib berdim sizlarga. Mana shu ayolning qomatida men nima o'zgartirish kiritilganini hozir aytib beraman. Va bu ko'rsatayotgan usul, ishoninglar, nafaqat to'lachadan kelgan qomatlarda, ozg'in bo'lgan qomatlarda ham juda ham zo'r ishlaydi. Chunki hamma qomatlarimiz ham ideal emas. Ko'krak bilan bel, ko'krak bilan bo'ksalarimiz umuman bir-biriga mos bo'lmagan proporsiyalarda, ya'ni ko'kragi kichkina, lekin tana katta, ya'ni razmer katta o'zi, lekin ko'krak kichkina. Bor shunaqa ayollarimiz. Ko'krakning aylanasi katta bo'lishi mumkin, lekin tananing hisobiga bo'lishi mumkin. Ko'krakning o'zi kichkina bo'lishi mumkin va unda tuqqanning hisobiga ayollarda qorin bo'lishi mumkin, lekin tug'gan ayolda albatta bo'ksa bo'ladi. Bo'ksasi yaxshigina katta bo'lishi mumkin va bu narsa mana bu asos andozadan tikilgan kiyimda u o'zini shaklini biroz yo'qotadi. Endi sizlar aytishingiz mumkin, to'g'ri, bu modellashtirilgan kiyimda o'zini bildirmaydi deyishingiz mumkin. To'g'ri, lekin biz tikayotgan kiyimlarimiz har doim ham modellashtiraverilmaydi. Ya'ni shunaqangi ayollar borki, shunday qomatlar borki, shunday injiq klientlar borki, bizdan aynan qomatni takrorlab turadigan va modellashtirilmagan, hattoki vitichkasiz kiyimlarni tikishni so'raydigan mijozlarimiz bor. Mana shu mijozlarimizga biz qanday yechim berish kerakligini hozir mana shu narsani yaxshilab tushunib olsak, ana undan keyin bemalol biz mijozlarga qo'rqmasdan fason tanlaydigan yoki bo'lmasam olib kelgan fasonlarni bemalol o'zgartirishimiz mumkinligi haqida bo'lib o'tadi. Xo'p, demak, kelinglar, cho'zib o'tirmaymiz, boshlaymiz. Xo'sh, demak, mana qomatim ko'rdim, ko'kraklari ikki xil ekan, razmerlari katta ekan, qorinlari bor ekan va yaxshigina dumbalari yaxshigina bo'rtib chiqqan ekan va kamiga kelinglar, u darajada chuqurlashmayman, chunki bu narsa bilan siz endi uchrashayotgan bo'lishingiz mumkin va u darajada tushunishingiz qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun men hozir eng kerakli muhim joylarini aytib o'taman. Xo'p, kelinglar, ishni oldi asosdan boshlaymiz. Men olib qo'yaman orqasini, oldi bilan ishlaymiz. Biz oldi asosini quryapmiz. Ko'krakning vitichkasini formuladan keltirib chiqardik va mana belni vitichka qiymati chiqib keldi. Ba'zi bir qomatlarda mana bu joyda umuman vitichka chiqmasligi mumkin. Yoki bo'lmasam 1 sm chiqishi mumkin, yoki 0,5 sm chiqishi mumkin. Yoki bo'lmasam mana bu joydan ba'zi bir paytlarda vitichkani qiymati ham chiqmasidan o'lcham yetmay qolishi mumkin. Ya'ni qorni bor qomatlarda mana bu chizig'imiz bu chiziqqa o'tib ketadi.
bor. Shunaqa qomatlarimiz ham bor. Shu bilan birgalikda bizani mana bu ko'krakni tegi kirgan bo'ladi ayollarda, mana bu joyda qorin bo'ladi, mana bu joyda bo'shliq bo'ladi. Mana shunaqa bo'ladi. Mana shunda qanday yechim berishimiz kerak bo'ladi. Mana bu ko'krakning vitichkasi o'zini o'rnida qoladi, hozircha qoladi. Endi hozir men tushuntirayotgan narsam ko'krakni ikki xilligiga hozir men bormayapman, chunki hozir men aynan mana bu belni ichi kirgan, mana bu joyda qorin bor va yana qaytib kirib ketgan figuraga yasayapman, vitichkalarimni o'zgartiraman. Lekin ko'krakni endi ikki xilligi bundan keyingi jarayon hisoblanadi. Hozir men sizlarga birinchi jarayonni ko'rsatib beraman. Ko'krakni markaz nuqtasi, bel chizig'i, bo'ksa chizig'i, bel vitichkasining o'rni hammasi hisob-kitoblar orqali chiqariladi. Ana undan keyin figuraga qarab mana bu vitichkaning yo'nalishlarini o'zgartiramiz. Xo'p, demak, nima qilamiz? Bu vaqtda ko'krakning vitichkasiga tegmaymiz. Ko'krakning vitichkasi o'zi turadi joyida, ya'ni miqdorlarini o'zgartirmaymiz. Bu yerda mana bu shakl bilan ishlaymiz. Ya'ni ko'krakga katta, ko'krakning tagiga kirgan, lekin mana bu joyda qorin bor, mana bu joyda bo'shliq bor. Agar biz mana shu qomatga mana bu maketni qiladigan bo'lsak, bizda mana bu joylarimizda defekt chiqishni boshlaydi. Qanday defektlar? Mana bu joyimiz tor bo'lib qoladi. Mana bu joyimiz tor bo'ladi, lekin mana bu joylarimiz yig'ilib qoladi. Mana bu joylarimizda yig'ilish paydo bo'ladi. Endi ko'krakni albatta bu joylari ham ikki xil bo'lib qoladi, agar qo'shimchasiga ko'krak katta yoki kichkina bo'ladigan bo'lsa. Hozir biz mana bu qorin va mana bu joydagi bo'shliqlarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana bu vitichka agar 3 cm bo'lsa 3 cm bo'ladi, 1 cm bo'lsa 1 cm bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa 0,5 bo'lsa 0,5, 4,5 bo'lsa 4,5 ligicha qoladi. Chunki shunaqangi qomatlar borki, o'zi ozg'in, bo'ylari uzun, ko'krak razmerlari ham S bo'lgan qomatlarda ham juda ham ko'p uchraydi. Xuddi shu narsa takrorlanadi. Boya men aytdim, ham ozg'in qomatlarda, ham to'lachadan kelgan qomatlarda mana bu boyagi maketimiz ishlamaydi. Nima uchun? Chunki ozg'in qomatda ham qorin bor, semiz qomatda ham qorin bor. Ikkalasida ham ko'krak bor. Ko'krak katta bo'lishi mumkin, kichkina bo'lishi mumkin. Yana kamiga asimetriya bor figuralarimizda. Bir tomoni pastga tushgan, bir tomoni tepada yoki bir tomoni katta, bir tomoni kichkina. Hattoki bo'ksalarimizning yoni ham chiqishlari ikki xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Mana shu narsalar biz e'tibor bermaymiz, lekin kiyimimizni defektli qilib chiqarib berishida juda ham o'zlarining hissasini yaxshigina qo'shib beradi. Va bu narsaga hozir birinchi bo'lib andozada yechim beramiz. Andozadan keyin biz dazmol bilan ishlov berishda yoki bo'lmasa matoni to'g'ri tanlashda yoki fasonni mos tanlashda birga yordam berishimiz kerak bo'ladi. Shunaqa jihatlari ham bor. Shuning uchun hozir men sizlarga eng birinchi yo'lini sizlarga ko'rsatib beraman. Xo'p, demak, qoldi. Mana bu vitichkamiz 2 cm bo'lishidan qat'iy nazar o'zini o'rnida qoladi va keyingi ishimizni bajaramiz. Mana bu vitichkani bizda markazi bor. Markaz chizig'i bor. Mana men hozir davom ettirib qo'yaman. Boshqa rangda ishlayman. Mana bilinishi uchun. Mana bu chizig'imizni pastgacha davom ettirib qo'yamiz. Ya'ni etekgacha davom ettiramiz. Pastgacha davom ettirib qo'yaman. Endi agar mana bu joyda biroz qorin bor va mana bu joyda biroz bo'shliq bo'lgan paytida biz qanday ish tutamiz? Yoki bo'lmasa mana bu joydagi vitichkamiz juda ham hajmi kattalashib ketadigan bo'lsa, biz nima qilishimiz kerak bo'ladi? Albatta, o'lchamlarini qo'ygan holatida biz o'zidan o'zi havodan olmaymiz, biz o'lchamlardan kelib chiqib bu ishni qilishimiz kerak bo'ladi. Mana bu bo'ksa chizig'ida biz mana bu nuqtadan o'ng tomonga kerakli ortiqcha qiymatlarimizni qo'yib, buni biz primerkada qilishimiz mumkin, farqi yo'q. Nimada bo'lsa ham bajaramiz hamda mana bu narsani ortiqchasini olib tashlashimiz mumkin bo'ladi. Men to'g'ridan to'g'ri mana olib tashladim. Mana bu.
birinchi varianti hisoblanadi. Bu yerda hammada ham xuddi shu ko'rinishda bo'lmasligi mumkin. Bu yerda o'lchamlardan iborat bo'ladi. Va hozir mana bu joyda bizda vitichkamiz shu joyda tugagan edi. Balki bu vitichkani o'rni mana bu joyda bo'lishi ham mumkin. Va mana buni qiymati hozir men boshqa rang olaman. Bu mana bu joyda bo'lishi ham mumkin. Ikkinchi vitichkamiz. Vitichkamizni uzunligi bilamiz hammamiz qoringa bog'liq bo'ladi. Ya'ni qorinning kattaligi, kichkinaligi, bo'yni uzunligi, pastligiga bog'liq bo'ladi. Shakl qayerda turganiga bog'liq bo'ladi. Va mana bu ortiqcha qiymatimiz masalan unaqa u darajada ko'p emas mana bu ko'rinishda. Mana hozir ikkinchi variantini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Va vitichkamiz mana bu joyda davom etadi. Mana shu ko'rinishda vitichkalarimiz davom etadi. Ya'ni bizani oddiy vitichkamiz relyeflarga ajraladi. Ana o'shanda biz qomatimizdagi kamchiliklarni mana bu relyef bilan yechim berishimiz kerak bo'ladi. Bu sizga hozir ikkita variantini ko'rsatdim. Endi yana bitta variantini ko'rsatib beraman. Bu narsani ko'kragi kichkina qomatlarda ham juda ham ko'p bajaraman. Masalan, ko'kragi kichkina, lekin ko'kragning tagida ozgina bo'rtib chiqqan, ichiga kirgan joyi bor. Va mana bu joyda qorin bor. Mana qorin qayerda? Mana qorin mana bu joyda turibdi mana. Bu yerda emas, mana qorin mana bu joyda turibdi. Yaxshigina mana bu joyda pastda. Unda nima qilamiz? Endi men boshqa rang olaman. Unda nima qilamiz? Unda mana bu vitichkamiz albatta joyi o'zgarishi mumkin. Mana taxminan kelinglar mana bu joyga ko'chishi mumkin vitichkamiz. Balki teparoqqa ko'chishi mumkin, balki pastroqqa ko'chishi ham mumkin. Kelinglar mana bu joydan chizib qo'yaman vitichkani o'rnini mana bu joyga chiqishi ham mumkin. Hamda boyagi qorindagi yetmayotgan qiymatni biz mana bu ko'rinishda berishimiz mumkin mana. Va endi o'zgarishini ko'ringlar mana. Endi aksincha biz olmayapmiz boyagi bo'shliqni. Yoki bo'shliqni olayotgan bo'lsak ham endi boshqacha ko'rinishda olyapmiz. Mana. Bu ko'rinishda. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Mana. Xo'sh, va yuqorida bu chiziqlarimiz mana davom etadi. Ya'ni relyef chiziqlarimiz paydo bo'ladi. Buni natijasida andozalarimiz ikkitaga bo'linadi. Boyagi birinchi asos andozamizda bizani asosimiz bitta bo'lakdan iborat bo'lgan. Endi bu yerda esa ikkita bo'lakdan iborat bo'ladi. Oldi relyef va yon relyefimiz. Mana shu ko'rinishda loyihalanadi. Endi orqa asosda ham ko'rib chiqamiz. Endi orqa asosda qanday o'zgartirishlar kiritishimiz mumkin? Orqa asosimizni biz hammamiz yaxshi bilamiz. Mana bu beldan chizig'idan orqa o'rta chizig'imiz har doim tekis bo'ladi va mana bu ortiqcha qiymatni biz faqatgina bo'ksa chizig'iga yoniga qo'shamiz. Biz bunga o'rganib qolganmiz. To'g'ridan to'g'ri agar bel ingichka, bo'ksa chizig'i katta bo'ladigan bo'lsa, birdaniga mana shu bo'ksa chizig'ini yoniga chiqarib shakl berib qo'yamiz. Natijada bizani to'g'ridan qaraganimizdagi qomatning shakli chiqmay qoladi. Andozamizda bu bo'rtib chiqadi, lekin mijozda unaqa bo'lmagan bo'ladi. Yoki bo'lmasam mijozda bu o'rtacha bo'lishi mumkin, lekin mana bu joyda dumba bo'lishi mumkin. Shunda biz dumbani bo'rtib chiqqan ortiqcha qiymatini agar yoniga berib qo'yadigan bo'lsak, bizani ko'ylagimizda har xil ortiqcha zalomlar paydo bo'ladi. Va ko'ylagimiz biz xohlagandek qolib tek turmaydi. Ayniqsa cho'zilmaydigan matolardan ishlaydigan bo'lsak, biz juda ham qiynalamiz. Xo'p, nima qilamiz? Masalan, bizani qomatimizga qaraganda, to'g'ridan qaraganda bo'ksamizning chiqishi normalni, o'rtacha, lekin dumbamiz yaxshigina bo'rtib chiqqan va dumba qayerda bo'ladi? Dumbaning shakli mana bu joyda bo'ladi. Bu joyda bo'lmaydi, almashtirmaylar. Bo'ksa mana bu dumba bo'ladi. Bu orqa o'rta chizig'imiz va bu yerda hech qanaqa shishkalar kamdan kam bo'ladi. Mana bu joyda hamma urg'u beriladi. Shunda nima qilamiz? Xo'sh, bunda
Dumbani o'rni qayerda joylashgan? Eng cho'qqisi. O'zi aslida mana bu boksa chizig'i dumbani eng bo'rtib chiqqan nuqtasida chiziladi, ya'ni topiladi. Biz buni hozir mana shu chiziq deb aytadigan bo'lsak, vitichkamizni markazini davom ettiramiz. Mana davom ettirib qo'yaman. Tepagacha hali men bu yoqqa chiqqanim yo'q, faqat bu joy bilan ishlayapman. Mana qo'yib olamiz. Dumbani qayerda joylashgan markazni ham albatta topishimiz kerak bo'ladi. Men hozir mana shu joyni faraz qilaman. Endi hisoblayotgan vaqtimizda masalan boksani o'lchamini o'zini o'lchami bor. Formula orqali topiladimi yoki qandaydir plus minuslar orqali topiladimi? Topib bo'lganimizdan so'ng taqsimlashimiz kerak bo'ladi uni oldiga va orqaga. Taqsimlayotgan vaqtimizda mana shu dumbani shaklini albatta hisob-kitob qilishimiz kerak bo'ladi. Masalan deylik, yonidan 3 sm dan chiqishimiz kerak. Ortiqcha bo'lib qoldi. Belga nisbatan yoki ko'krakka nisbatan mana bu boksamiz juda ham katta. 6, 7, 8 sm ortiqcha chiqib ketdi va bu tomoniga yoniga bermoqchimiz. Beradigan bo'lsak, bizda hozir men bunda ham chizib tashlayveraman. Mana bu shaklini olishimiz mumkin mana. Lekin qomatimizda bunaqa emas. Nima qilamiz? Shunda hamma 3-4 sm ni yoniga emas, ma'lum bir qismini mana shu joyga berishimiz kerak bo'ladi. Albatta, qanchaligini bilishimiz uchun biz qomatni yaxshilab analiz qilgan, belga nisbatan necha santimetr ingichka hammasini ko'rib, belni vitichkani qanday taqsimlashni albatta bilishimiz kerak bo'ladi. Va kerakli o'lchamni topib olganimizdan so'ng mana bu joyga shu o'lchamni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Masalan, kelaylik, men 1,5 sm dan qo'yaman. Endi bu menda masshtab. Mana men shu 1,5 sm ni qo'yib oldim. Hamda mana bu belni vitichkasi bilan, uchi bilan bir tomonini mana qo'yib oldim. Va keyingisini chizib oldim. Mana bizda nima paydo bo'ldi? Bizda relief, ya'ni clean, oddiy so'z bilan clean deydigan bo'lsak, biz mana bu joydagi vitichkani uchini biz o'zgartirib, mana bu joyga shakl hosil qildik. Agar biz mana buni kesib, hozir relieflarni bir-biriga tikadigan bo'lsak, mana bu yerda bizda bo'rtib chiqqan shakl hosil bo'ladi. Ya'ni dumbamizni bo'rtib chiqishini mana shu joyni o'zida, so'ralgan joyida hosil qilamiz. Mana shu joyga hosil qilib berib olamiz. Berganimizdan keyin bizda andozamizda nima o'zgarishlar bo'ldi? Biz mana bu masalan hozir tepaga tegmasak, mana shunday qoldiradigan bo'lsak, bizda nima paydo bo'ladi? Biz mana bu andozamizni matoni ustiga to'g'ridan-to'g'ri qo'ya olmaymiz. Chunki bu ajraldi pastki tomoni. Bu bir-biriga o'tib ketdi. Agar bir-biriga o'tmaganda edi, mana buni vitichkani o'zi qolganda edi, biz mana shu andozani shundoq qo'yardik, matoni ustiga qo'yib bichib olardik. Endi biz bunaqa qila olmaymiz. Bizning pastimiz ikkida ajraldi. Endi yuqori qismini ham albatta reliefga mo'ljallashimiz kerak bo'ladi. Endi reliefga mo'ljallayotgan vaqtimizda nimaga e'tibor beramiz? Birinchidan, bizning mana bu yelkamizda oldida reliefimiz necha santimetr edi? Mana shu narsaga e'tibor beramiz. Endi maketni ko'ylak bo'ladigan bo'lsa, yoki siz o'quvchi bo'lsangiz yoki endi o'rganayotgan bo'lsangiz, mana shu nuqtadan bajarishingiz mumkin. Yoki modellashtiriladigan chiziq bo'lsa, albatta uni ham qayerda bo'lishiga ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi. Aniqlab olganimizdan so'ng oldida shuni bajaramiz, orqasida ham xuddi shu qiymatni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Menda hozir mana bu qiymat, hozir ko'raman necha santimetrligini. Masshtabda ishlayapman, 3 cm ekan menda. Mana shu qiymatni albatta qo'yishim kerak bo'ladi. Mana yoki bo'lmasam agar o'quvchi sifatida o'rganayotgan bo'lsam yoki siz o'rganayotgan bo'lsangiz, buni mana bu ko'rinishda qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana qarashingiz mumkin, mana qanday o'zgarishlar bo'ladi. Endi bu agar maket uchun o'rganilayotgan bo'lsa, siz buni mana bu vitichkamizni mana davomi sifatida belgilab, mana bu joyga bajarishingiz ham mumkin. Mana qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Mana yoki bo'lmasam mana bu ko'rinishda davom ettirishimiz ham mumkin.
bu bo'ladi. Mana bunga biz tegmaymiz. Mana shuni o'zi mana tushadi. Mana bu bo'ladi. To'g'ri, bizning tanamizda siniq chiziqlar yo'q, lekin lekala yordamida albatta buni keyin to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Mana. Ko'pincha bu chiziqlarimiz bizda mana bulari modellashtiriladi. Mana ahamiyat beringlar, bu yerda ikki xil, oldida ham ikki xil bo'lib qoldi. Agar o'rganayotgan o'quvchi bo'lsangiz, buni hech qisi yo'q. Agar tikuvchi bo'ladigan bo'lsangiz, unda albatta bunga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Mana orqamizda ham natijada nima paydo bo'ldi? Bizda orqa asosimiz ham ikkiga ajraldi. Ya'ni orqa o'rta relyefimiz, orqa yon relyefimiz mana ikkiga ajraldi. Mana kesamiz. Men endi kesib o'tirmayman. Kesamiz, kesamiz, kesamiz. Kesib ajratib olamiz. Oldida ham xuddi shunday. Mana shu ko'rinishda kesib ikkalasini ajratib olamiz. Mana endi o'zingiz solishtirib ko'ring. Mana bu andoza bilan mana bu andozani nima farqi bor ekan? Bir qaraganda ikkalasi bir-biriga o'xshash, lekin biz nostandart qomatlarga ko'proq mana bu andoza orqali yechim bera olamiz. Nimaiki qilmang, mana bu asos andoza bilan siz nostandart qomatlarga, nostandart deganda ikki tomoni ikki xil, ya'ni asimetriya qomatlar bo'ladi. Ko'kragi kichkina, tanasi katta. Ko'kragi kichkina, lekin beli ingichka, qorni bor. Bo'ksasi juda ham katta yoki bo'lmasam aksincha ko'kragi ham katta, qorni ham katta, bo'ksasi ham, dumbasi ham bor qomatlarga mana bu asos andozamizdagi oddiygina vetichkalarimiz ish bermaydi. Men hozir sizlarga mana bu ko'rinishdagi eng birinchi usulini sizlarga ko'rsatib berdim. Va bu usuli ko'krak kichkina, ko'krak katta, ko'kragini tagida bo'rtib chiqqan shakl bor. Mana bu joyda qorincha bo'lishi mumkin yoki qorinchani yonida yana qo'shimcha bo'shliq bo'lishi mumkin. Mana bu joyda dumba bo'rtib chiqqan bo'lishi mumkin. Yana ham men hali mana bu joyda kuraklarga yechim bermadim, chunki bu keyingi bosqich hisoblanadi. Mana bu relyeflarni ajratib olganimizdan so'ng ko'krakning ikki xilligi, tanani bir tomoni kaltaligi yoki uzunligi yoki bo'lmasa mana bu joyda bir xillada mana bu kurak bo'rtib chiqqan bo'ladi, bir xilda kurak bir tomoni tekis bo'ladi. Mana shunaqa payt biz bularni qilib bo'lganimizdan so'ng ikkinchi bosqichda yechim berishimiz kerak bo'ladi. To'g'ri, bu narsa biroz murakkabroq bo'lishi mumkin, lekin o'rganib olsangiz buni umuman qiyin joyi yo'q. Mana sizlar bilan ozg'in va to'lachidan kelgan qomatida proporsiyalari umuman bir-biriga mos kelmagan qomatlarga qanday andoza ko'rinishini hosil qilishimizni ko'rib chiqdik. Lekin bu faqat boshlanishi. Qomatga qolipdek kiyim tikishning boshqa sirlari va omillari juda ham ko'p. Bularga matolar bilan ishlash, modellashtirish, tikish texnologiyalari yoki dazmol bilan ishlash yoki defektlar bilan ishlash va bundan tashqari juda ham ko'p narsalar kiradi. Balki hozir sizga qiyin tuyulayotgandir, lekin to'g'ri yo'l va uslub bilan o'rganilsa, bu juda oson va mazmunli bo'ladi. Eng katta muammo shundaki, hozirda hamma daromad haqida gapiradi-yu, lekin mana shu daromadni olib keladigan bilim haqida ko'pchilik gapirmaydi. Kerakli bilimni olmas ekansiz, qolipdek turadigan andoza loyihalashni, narxingizni oshirishni esa o'ylamasangiz ham bo'laveradi. Agar bilim bo'lmasa, natija ham, daromad ham oshmaydi. Agar videomizni shu joyigacha yetib kelgan bo'lsangiz, demak sizni o'zgarish vaqtingiz kelibdi. Chunki videoni har kim oxirigacha ko'ravermaydi. Faqatgina o'z ustida ishlab, rivojlanib, sohasini eng zo'ri bo'lmoqchi bo'lganlargina ko'ra oladi. Shu sababli men sizlar uchun barcha bilimlarni bir joyga yig'ib, tizimli bitta kurs tayyorladim. Bu kursda 300 dan ortiq darslarni birgalikda 4 oy davomida bajaramiz. Va siz har qanday qomatga qolipdek turuvchi kiyim loyihalashni o'rganasiz hamda yangi fasonlarni modellashtirishni bemalol uddalaysiz. Andoza bilan bog'liq bo'lgan hech qanday muammoingiz qolmaydi hamda tikish texnologiyalarini
to'liq o'rganib olasiz. Eng muhimi, berilgan darslikdagi vazifalarni to'liq bajarganingizdan so'ng sizga malaka oshirish kurslari kerak bo'lmaydi. Agar sizga ham shu darajaga chiqish qiziq bo'lsa, unda video tagidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting. O'quvchiga kurs qanchalik mos kelishini aniqlab, ana undan keyin qabul qilaman. Shuning uchun, agar siz haqiqatdan ham yaxshi natijaga chiqmoqchi bo'lsangiz, unda bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Havolani to'ldiring va meni qo'ng'irog'imni kuting.